Salom ehtiromot taqdim tamom qamlarga, xeshlarga, tamom vatandorlarga. Solnav 1404 avval rahbarimizga, bobomizga, Moshol so'b do'stimga tabrik aytamiz va tamom Afg'onistonga tabrik aytamiz. Solnavda yaxshi solnav bo'lsin va bizlar sulh talabmiz. Inshaalloh baxayr bir sulh oromli Afg'onistonga kelsin va rahbarimiz ham Moshol so'b do'stim ham tarafdori bu xotinlar, qizlar maktabga ketsin va rahbar sohibimiz ham sulh talab va umri uzoq. Bu yilda rahbar sohibni peruzligiga, Moshol so'b do'stimni peruzligiga niyat qilamiz va inshaalloh moy muborak Ramazon ham bor. Ramazonga doim duo qilamiz. Xudo Moshol bobomizni soyasini bizlardan kam qilmasin va Solnavda hamma vatandorlarga, xeshlarga, Afg'onistonga, millatiga tabrik aytamiz va xususan Moshol bobomizga ko'p tabrik aytamiz. Va bizlar Moshol so'b bobomiz ham jang talab emas, bizlar jang talab emasmiz. Moshol bobomiz faqat bir oromlik bo'ladi. Inshaalloh peruzlik bizlardan, inshaalloh Moshol so'b do'stim peruz bo'ladi va inshaalloh bizlar muborizamiz davom boyataz ki inshaalloh vatanga bir xizmatimiz desin. Inshaalloh Moshol bobomiz tirik va inshaalloh nega yaxshi bir sol tilaymiz tamom millat Afg'onistonga. Nega ko'p vaqtlaringizni olmayman, faqat aytdim bir Solnavda sizlarga va sizlarning savobingizda bir Moshol bobomizga ham tabrik aytaylik. Bizlar bobiz har yerda bo'lsangiz, ham Moshol bobomiz qalbimizda va Moshol so'b bobomizdan har gapi bo'lsa bizlar himoyat qilamiz.